Tramp Isroilga yetib keldi. Ukraina uchun yangi xavf. Rossiya o'zining yangi jangovar Klin dronini ishlab chiqdi. UzAuto Motors yangilangan Damas va Cobalt ishlab chiqarilishini e'lon qildi. Hamas isroillik garovga olinganlarni ozod qilishni boshladi. Endi esa batafsil. Yaqinlaringizni xursand qilishni istaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz, barcha yaqinlaringizga sizni nomingizdan eng samimiy va ezgu tilaklarni yetkazamiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar mavjud. Chet davlatlarda yurgan yaqin insoningizga ham tabrik yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroqlar kanalimizda bizni xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va tabrikka buyurtma bering. Tramp Isroilga yetib keldi. Bugun 13-oktyabr kuni ertalab AQSh prezidenti Donald Tramp garovdagilarni ozod qilish jarayoni davom etayotgan bir paytda Isroilga yetib keldi. Tel Avivdagi Ben Gurion aeroportida uni tantanali kutib olishdi. Air Force One samolyoti Ben Gurion aeroportiga qo'nayotganida uchoq ichidagi yo'lovchilar Tel Aviv sohilidagi katta thank you yozuvini ko'rishdi. Ben Gurion aeroportida katta Isroil delegatsiyasi, bosh vazir Benyamin Netanyahu va uning rafiqasi Sara boshchiligida prezidentni kutib oldi. Shuningdek, Isroil prezidenti Ishoq Herzog, AQShning Isroildagi elchisi Michael Huckabee va otash kesim bitimini tuzishda yordam bergan. Trampning kuyovi Jared Kushner ham o'sha yerda edi. Unga Ivanka Tramp hamrohlik qildi. Tramp Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuni samimiy bag'riga bosib tabassum bilan qarshiladi. Ikki lider so'nggi oylarda bir qancha tortishuvlarga qaramay murakkab munosabatlarni saqlab qolgan. Misr prezidenti Abdul Fattoh as-Sisi dunyoda tinchlik sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlagani, mojarolarni yumshatgani va G'azodagi urushni to'xtatishda yetakchilik qilgani uchun Trampga Nil ordeni, mamlakatning eng yuqori fuqarolik mukofotini topshiradi. Isroil prezidenti Ishoq Herzog esa Trampga Isroilning eng oliy fuqarolik mukofoti, prezident sharaf medalini berilishini ma'lum qildi. Herzog ta'kidlashicha, Tramp yaqin sharqda xavfsizlik, hamkorlik va tinchlikka umid boshlanishining poydevorini qo'ygan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Donald Tramp bilan prezident limuzinida birga Quddusga, Knesset binosiga yo'l oldi. Ular havo maydonidan chiqishdan avval mashina ichida suhbatlashgani ko'rindi. Tramp o'tgan haftadagi garovdagilar evaziga otash kesim kelishuvini qabul qilishga Netanyahuni qattiq bosim bilan ko'ndirgan edi. Ammo oldinda yana og'ir muzokaralar bo'lishi mumkin. Netanyahu kecha harbiy kampaniya yakunlanmadi deya ogohlantirgan bo'lsa, Tramp Air Force One bortida mutlaq boshqacha fikr bildirdi. Urush tugadi, tushunyapsizmi, dedi u jurnalistlarga. Ukraina uchun yangi xavf. Rossiya o'zining yangi jangovar Klin dronini ishlab chiqdi. Rossiyada 120 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarni mustaqil ravishda topib, ularga hujum qila oladigan Klin droni namoyish qilindi. Ushbu dron yaqinda bo'lib o'tgan ko'rgazmalardan birida ko'rsatildi. Ma'lum qilinishicha, dron havo mina maydoni sifatida ishlashga va havoda taxminan 80 daqiqa navbatchilik qilishga qodir. Uning ko'tarilish massasi 13,5 kilogramm. Parvoz va hujum tezligi soatiga 108-300 kilometrni tashkil etadi. Dronning uzunligi 1600 mm, qanoti 1920 mm, parvoz balandligi 2000 metrgacha, parvoz masofasi 120 km. Klin jangovar qismining og'irligi 5 kg tashkil etadi. Ushbu dron havoda portlatish tizimi bilan jihozlangan va ikki turdagi jangovar qismga ega: kumulyativ va fugas. Rossiyaliklar Ukrainaning Sting'iga o'xshash tutib oluvchi dronni sinovdan o'tkazgan edi. O'shanda qurilmaning texnik xususiyatlari oshkor etilmagan, biroq uni dengiz va infratuzilmani kuzatish maqsadida ishlatish rejalashtirilgan. Shuningdek, endilikda shahid dronlari ularni tutib oluvchi qurilmalardan qochishi mumkin. Buning uchun rossiyaliklar zarba beruvchi dron apparatlarini maxsus datchiklar bilan jihozlamoqda. Oddiy Xitoy datchiklari yaqin atrofdagi har qanday dronni qayd etadi. Bu esa shahidning balandligini keskin o'zgartirishga sabab bo'ladi. Hech bir zenit droni balandligini keskin o'zgartira olmaydi. UzAuto Motors yangilangan Damas va Cobalt ishlab chiqarilishini e'lon qildi. UzAuto Motors o'zining yangi xaridorgir ikki avtomobili
Chevrolet Damas va Cobalt avtomobillari borasida kutilayotgan yangiliklar haqida ma'lum qildi. Xabar qilinishicha, tashkil qilinayotgan ishlab chiqarish quvvatlarida Damas minivillari yangi versiyasini ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Yangi versiyada avtomobil o'lchamlari kattalashgan, yuk ko'tarish qobiliyati va sig'imi oshgan. Shuningdek, haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik sezilarli darajada yaxshilangan, deyiladi press-relizda. Yangi model eskisi bilan bir vaqtda ishlab chiqariladi va xaridorlarda tanlov imkoniyati bo'ladi. Chevrolet Cobalt avtomobilining ham hozirda mavjud komplektatsiyalariga qo'shimcha ravishda ikkita yangi Cobalt Style MCM va Cobalt Midnight MCM versiyalari taqdim etiladi. Bu versiyalardagi yangiliklar quyidagilardan iborat bo'ladi. Avtomobil dvigatel yangilangan, ABS tizimi takomillashtirilgan, dvigatel va uning tizimlarini boshqaruvchi yangi blok o'rnatilgan. Xavfsizlik yostiqchalari va himoya funksiyalari uchun zamonaviy boshqaruv bloklari va yangi avlod diagnostika moduli joriy etilgan. Android Auto va Apple CarPlay'ni qo'llab-quvvatlaydigan sensorli multimedia tizimi, Cruise Control tizimi, Eco charmdan qilingan o'rindiqlar, old o'rindiqlarning isitish funksiyasi, asboblar paneli yangilangan, multimedia va Cruise Controlni boshqarish tugmalari bilan jihozlangan rul, interyerda yangi dekorativ elementlar. Asosiy avtomobilning jami 50 dan ortiq asosiy komponentlari yangilandi, deyiladi rasmiy xabarda. UzAvtoga ko'ra, Cobaltni rivojlantirishning keyingi bosqichida avtomobilning tashqi ko'rinishi o'zgartiriladi. Bu yo'nalishdagi ishlar allaqachon boshlangani ma'lum qilindi. Endi mijozlar jihozlanish darajasi va funksionalligi bilan farqlanuvchi Cobaltning 4 xil modifikatsiyasidan birini tanlash imkoniyatiga ega, deya ma'lum qildi ishlab chiqaruvchi. Narxlar va sotuv boshlanishi sanalari keyinroq ma'lum qilinadi. Hamas isroillik garovga olinganlarni ozod qilishni boshladi. Hamas guruhi 13-oktyabr dushanba kuni ertalab 7 nafar isroillik garovga olinganni Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga topshirdi. Ular 737 kundan beri asirlikda edi. Ozod etish jarayoni G'azo sektori shimolidagi Nitsarim koridorida boshlangan. 3 soatdan keyin janubdagi Xon Yunus shahrida garovga olinganlarni ozod qilishning navbatdagi bosqichi rejalashtirilgan. Ozod qilingan garovga olinganlar Isroil mudofaa kuchlariga topshirilishi kerak. O't ochishni to'xtatish kelishuviga ko'ra, asirlikda halok bo'lganlarning jasadlari tirik garovga olinganlar ozod etilgandan keyin 72 soat ichida qaytarilishi kerak. Garovga olinganlarning oilalari avvalroq Isroil janubidagi Reim aviabazasiga yetib kelgan. Garovga olinganlar tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Shundan so'ng ular o'z oilalari bilan uchrashadi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi ozod etishdan bir necha soat oldin garovga olinganlar bilan uchrashgan va ularning ba'zilari og'ir ahvolda ekani haqida xabar bergan.